Assalomu alaykum hammaga. Bugungi mavzuyimiz ustun shaklda qo'shish mavzusi va bu birinchi mavzuyimiz hisoblanadi. Va ustun shaklda qo'shishni o'rganishimizdan oldin bilishimiz kerak bo'lgan yana kichik mavzucha bor. Va shuni o'rganib olsak, albatta manfaatli bo'ladi. Hop, bizda 19785 toni berilgan va eng o'ng tomondagisidan boshlab aytishni boshlaymiz. Eng o'ngda turgan son bizda bu birlar xonasidagi son hisoblanadi. Va undan bitta chapdagi son bo'lsa o'nlar xonasiga kiradi, bitta chapdagi yuzlar xonasiga, bitta chapdagi minglar xonasiga, bitta chapdagi 10 minglar xonasiga kiradi. Va ushbu mavzuni keyinchalik biroz chuqurroq ko'rib chiqamiz va hozir shu narsalarni bilib olsanglar, ozgina tushuncha paydo bo'lgan bo'lsa va biz ustun shaklda qo'shishni o'tishni boshlaymiz va bu narsalarni yo'lda bo'lishimiz kerak. Ya'ni eng o'ngda turgan son birlar xonasidagi son, keyingisi o'nlar xonasidagi son, keyingisi yuzlar xonasidagi son ekanligini anglab yetishimiz kerak. Ustun shaklda qo'shish, ayirish, ko'paytirish, bo'lish amallari bizga nima uchun kerak? Nima uchun biz buni o'rganishimiz kerak degan savolga biz qachonki kattaroq sonlar bilan ishlayotganimizda qo'shish va ayirishdan yoki bo'lish ko'paytirishlardan foydalanmoqchi bo'lsak, ustun shaklda amalni bajarganimiz biz uchun ancha qulay bo'ladi. Ya'ni oddiy sonlarni qo'shishimiz oson. 4 ga 2 ni qo'shsak 6, ya'ni kichik sonlar bilan ishlashimiz oson bo'ladi, lekin katta sonlar kelganda albatta qiyinchilik tug'diradi. Ushbu qiyinchilikni yengib o'tish uchun biz ustun shakldagi amallarni, ya'ni misollarni yechishni eng muqobil variant sifatida ko'ramiz. 1348 qo'shilgan 410. Va ushbu ustunni yasashimiz uchun ham bizning albatta o'zgarishli qoidalarimiz bor. Va bu qoidada har doim kichik bo'lgan son, ya'ni 410 bundan kichkina, shuning uchun kichik bo'lgan son pastda turishi kerak. Va ushbu qoidaga amalga oshirmasdan ham yechsa bo'ladi, lekin eng qulayi va chalg'itmaydigan usul shu. Ya'ni kichigini pastki qismga yozishimiz kerak va yozganda ham o'zining mos xonalarini o'sha bitta ustunga yozishimiz kerak. Ya'ni bitta ustunga 8 tagiga 0 tushirish kerak, 4 tagiga 1 tushirish kerak. Ya'ni ushbu usulda yozib olishimiz kerak va qo'shishni boshlaymiz. O'zimizda oddiy bir xonali sonlar bilan qo'shish amalidek bo'ladi bu. Hop, boshlaymiz. 8 ga 0 qo'shsak 8 hosil bo'ladi. 4 ga 1 qo'shsak 5 hosil bo'ladi. 3 ga 4 qo'shadigan bo'lsak 7 hosil bo'ladi va 1 ga hech qanday sonni qo'shmasak ham 1 ning o'zi hosil bo'ladi. Ya'ni 1348 soniga 410 sonni qo'shganimizda 1758 hosil bo'ladi. Hop, ikkinchi misol. Ikkinchi misolda ko'rishimiz mumkinki, ya'ni bu yerda o'zi birinchi kattani berib, keyin kichikni bergan. Bu yerda bo'lsa kichikni birinchi berib, kattani ikkinchi bergan. Va ushbu holatda ham, ya'ni A ga B ni qo'shganimiz bu B ga A ni qo'shganimizga teng. Ushbu narsani ham tushunmagan bo'lsangiz, keyinchalik tushunib olasiz. Ya'ni bir sonni ikkinchi songa, ya'ni A sonni B songa qo'shilgani, B sonni A songa qo'shilganiga teng. Ya'ni o'rnini almashtirib qo'ysa, hech qanday o'zgarish sodir bo'lmaydi. Hop, misolga qaraymiz. Eng kattasi qaysi? 13214. 13214 qo'shilgan 3381. Va e'tibor bergan bo'lsangiz kerak, o'sha o'rnini iloji boricha tekisroq tushirishga harakat qilyapman. Bu katak daftarlarda albatta bu ancha oson bo'ladi. Hop, 4 ga 1 ni qo'shamiz 5, 1 ga 8 ni qo'shganimizda 9 hosil bo'ladi. 2 ga 3 ni qo'shsak 5, 3 ga 3 ni qo'shganimizda 6 hosil bo'ladi va 1 ga hech qanday son qo'shmasak 1. Ya'ni bu holatda kelgan bo'lsa ham birinchi eng kattasini yozamiz va pastiga keyingisini yozamiz. Hop, uchinchisi, yana bir kichik qoida qo'shilib qoladi.
qanday qo'ydi? Ya'ni bu yerda har doim qaraganimizda 8 ga 0 qo'shganimizda har doim 1 xonali sonlar chiqyapti. Ammo mana bu yerda 1 ga 9 ni qo'shganimizda bu 2 xonali son 10 hosil bo'lib qoladi. Shu holatda nima qilishimiz kerakligini hozir tushunib olamiz. Hop, eng kattasini birinchi yozamiz bunda ham 8391 qo'shilgan. Kichigina o'zining o'sha mos xonalarini keyingisining tagiga tushiramiz. Hop, endi qo'shishni boshlaymiz. 1 ga 9 ni qo'shganimizda javob 10 bo'ladi va o'sha 10 ning 0 ni olamiz. Ya'ni birlar xonasidagi sonini olamiz. Qo'shgan sonimizda natija hosil bo'lganida birlar xonasidagi sonni olamiz. Ya'ni 1 ga 9 ni qo'shganimizda 10 hosil bo'ladi va uning birlar xonasidagi son 0 bo'lganligi uchun 0 ni olamiz va 10 ning oldidagi 1 ni mana bu yerga berib yuboramiz. Ya'ni 9 ga 2 ni qo'shganimizda 11 hosil bo'ladi va haligi bu yerda qo'shganimizda hosil bo'lgan 10 ning 1i, ya'ni 0 yo'q tushdi, lekin 1i o'zidan o'zi yo'q bo'lib ketmaydi albatta. Shuning uchun 11 ga 1 ni qo'shgan holda 12 hosil qilamiz va uning birlar xonasidagi soni 2. 2 ni yozamiz va 12 da ham bizda 1 qolib ketdi va uni ham 1 ni eslab qolamiz. 3 ga 9 ni qo'shganimizda 12 hosil bo'ladi va bu yerdagi 12 dan hosil bo'lgan 12 ni ikkisini tushirganimizdan keyin 1 ni ushbu yerga qo'shib qo'yamiz va 13 hosil bo'ladi. Birlar xonasidagi soni 3. Va yonidagi 1 ni yana yodda saqlab turamiz va o'sha 1 ni 8 ga qo'shib qo'yamiz. 8 ga 1 ni qo'shganimizda 9 hosil bo'ladi. Demak, javob 9320. Xo'p, hali yana boshqa misol ko'ramiz. Tushunmagan bo'lsangiz, o'sha misollarda albatta tushunib olasiz. Xo'p, oldin o'sha bir yoddagi narsaga kichik bir izoh berib ketaman. Ushbu joyda qo'shilayotganda odatda faqat shu ikkita qo'shiluvchidan tashkil topgan ifodamizda doim bitta yodda son bo'ladi. Ya'ni u qo'shilib ketib, u 2 yodda bo'lib qoladimi, 3 yodda bo'lib qoladimi degan hech qanaqa narsa kerak emas. Har doim ikkita bo'lsa, 1 yodda bo'lishi mumkin yoki hech qanaqa yodda son bo'lishi shart emas ham holatlar bo'ladi. Ya'ni bu holatlar yodda son bo'lishi shart emas. Mana bu holatda 3 marta biz yodda sonni saqlashga majbur bo'ldik va keyingisiga qo'shishga ham majbur bo'ldik. Va buni odatda yodda deyiladi, ba'zilar buni birdilla deb ham ketadi. Hop, yozib olamiz. 9 ga 8 ni qo'shganimizda javob 17 va 17 ning birlar xonasidagi soni 7. 7 ni yozamiz va bir yodda saqlab turamiz va o'sha bir yoddagini keyingisiga qo'shib yuboramiz. Ya'ni 9 ga 1 ni qo'shamiz 10. Bu yerdagi 17 dagi bir yoddagi sonimiz bilan 11 hosil bo'ladi va uni 1 ni tushiramiz va bir yodda qoldi. Yana 9 ga 3 ni qo'shganimizda javob 12, bir yoddagi bilan 13 hosil bo'ladi. Ya'ni bu yoqda son qolmasa, o'sha yoqdagi sonni shunchaki 12 ga 1 qo'shib 13 hosil qilib 13 ni yozib qo'yamiz. Bu bir yoqdagini qo'shishga biror joyi yo'q. Ya'ni bu yerda hech qanday son bo'lmaganligi sababli bir yoqdagi bilan birini olib tushdik shu. Ya'ni hech qanaqa noto'g'ri joyi ham yo'q. Hop, 1317. Hop, keyingi misol. 7318 qo'shilgan 519. Hop, yana qo'shamiz. 8 ga 9 ni qo'shganimizda javob 17 va uning 7si yoziladi bir yodda. Bir yoddagi bilan 1 ga 1 ni qo'shamiz 2. 17 dan qolgan bir yoddani eslab qolganmiz va 3 hosil bo'ladi. 2 ga 1 ni qo'shib 3 hosil qilamiz. 3 ga 5 ni qo'shsak 8 va 7 ga hech qanday son qo'shmaganimizda 7 o'zi tushaveradi. Hop, menimcha ancha tushunarli bo'ldi. Hop, 8 ga 2 ni qo'shdik 10, 0 ni yozamiz bir yodda. 9 ga 1 ni qo'shsak 10, 11 chiqadi. Ya'ni bir yoddagini qo'shganimizda 11 va 1 ni tushirib bir yodda yana saqlab turamiz. 9 ga 3 ni qo'shganimizda 12 hosil bo'ladi. Bir yoddagi bilan 13 ning 3 ni yozamiz. Va yana 13 ni 1 ni yodda saqlab turamiz. Va 9 ga 2 ni qo'shsak 11, bir yoddagi bilan, ya'ni mana yerdagi bu yerdagi
13 sonni bir yoddagisi bilan bu 12 ga aylanadi. Xo'p, ustunlik qo'shish shulardan iborat edi. Keyingi darslarda ko'rishguncha salomat bo'ling.